Biovak va 24 qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirishda kimyoviy zaharli pestitsidlar o'rnini bosuvchi innovatsion, kompleks ta'sir qiluvchi tabiiy biopreparat. U o'simliklarning rivojlanishini tezlashtiradi. Ildiz tizimi o'sishini qo'llab-quvvatlaydi. Kasalliklarga chidamliligini oshiradi. Ekologik toza bo'lib, inson va tabiat uchun xavfsizdir. Yuma Green va Yuma Bio qo'shma korxonasi tomonidan Parken Farm erkin iqtisodiy zona hududida ishlab chiqariladi. Korxonada zamonaviy laboratoriya va ilmiy markaz tashkil etilgan bo'lib, barcha turdagi uskunalar bilan ta'minlangan. Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanida pomidor va bulg'or qalampirida Biovak va 24 sinovdan o'tkazildi. Ko'chatlarga ekishdan oldin ishlov berildi va vegetatsiya davrida suspenziya ishlari amalga oshirildi. Natijada kasallik kuzatilmadi. Pomidor hosili 3-4 barobarga oshdi. Meva sifati yaxshilandi. Sirdaryo viloyatida qovunda fuzoryozdan keyin Biovak va 24 qo'llanilib, o'simliklar tez tiklandi. Mana o'sha kasallangan joyi. Mana 14-da sepdim Biovakni. Mana hozirgi holat. Juda zo'r o'zgargan. Mevalar uchun mana hosil mevalarni hosillan. Kechki muddatda ekilganligi bilan juda hosil yaxshi bo'lgan. 9-yilda ekilgan. 9-yilda endi baribir kechki hisoblanadi. Lekin moshda dukkalash darajasi juda yaxshi. Makka jo'xorida unib chiqishi yuqori bo'lib, rivojlanish jadallashdi va erta hosil berdi. Mana gulli deb turibdi, ancha anaqasi mana bitta hozir gulini chiqarib deb turibdi. Bo'yiga ham ancha ko'kat o'sgan. Holat ham ancha yaxshi. Janubiy dehqonchilik ilmiy tadqiqot institutida Biovak va 24 ta'siri o'rganildi. Ildiz tizimining uzunligi yanvar oyida 50 sm ga yetdi. Vegetatsiya davrida ildiz uzunligi 120 sm dan oshgan. Bu o'simliklarning qurg'oqchilikka chidamliligini oshiradi. Suv tanqisligi sharoitida rivojlanishni to'xtatmaydi va yuqori hosil olishni ta'minlaydi. 7-iyun kuni Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumani Mashriq hududidagi Abdullatov fermer xo'jaligidamiz. Bu yerda 10-iyun kuni do'l yog'ib, paxtalarda butun hosil yemitlarni yo'q ketdi. Bugun 7-sentyabr 2025-yil. Budalamizda 10-iyun kuni muzor hech narsa qolmadi. Berk umuman hech narsa ko'rib tursa. Undayna do'llardan keyingi nasi ko'rgan vaqtda buni yangidan chiqargan. Hosil yemitlari 20 dan ziyod, har bir tutda 20 dan ziyod bor. Qorchirchiq tumanida joylashgan Mirzayev Islom fermer xo'jaligining rahbariman. 2025-yil paxta hosili uchun 33 gektar yerga paxta ekkanmiz. Shundan Biovak preparati bilan chigitda obrobotka qilib keyin ekkandik. Oldin bitta asosan oq ildiz bo'lardi-da, oziq ildiz bu darajada bo'lmasdi. Mana kelib hozir ko'p joyda ko'ryapman. Mana shu Biovak bilan ishlangan dalalar 35 ta chiqdi-ya qudrat. Mana shu yerda. Biovak va 24 tabiat, ilm va texnologiya uyg'unligi asosida yaratilgan zamonaviy biopreparat. Biovak va 24 kuchli o'sish, mo'l va barqaror hosil.